Yurtimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, transport hodisalari, og'ir oqibatli avariyalar sonini kamaytirish masalasi bugungi kunda o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Mazkur sohada ilg'or xorijiy tajriba va amaliy yechimlarni o'rganishga qaratilgan xalqaro loyihalarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi bilan birgalikda yo'l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan loyiha amalga oshirildi. Road Safety qo'shma loyihasi yakunlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya tafsilotlari navbatdagi lavhada. Rasman e'lon qilingan o'tgan yillik hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2025-yilda jami 9300 ga yaqin yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Ushbu avariyalarga ko'ra 7000 dan ortiq fuqarolar turli darajadagi tan jarohati olgan bo'lsa, 1854 nafarining ismi hatto bugun davralarda tilga olinmaydi, afsuski. Mashina ko'p, birinchidan shahar ichida mashina ko'pligi uchun ham avariya bo'lishi mumkin. Masalan, mashina kam joyda ham tajribasizlik qilib qo'yishi mumkin. Mashinalar sonini kamaytirish taklif qilgan bo'lardim, lekin buni iloji bo'lmasa kerak baribir. Piyodalarni ham savodini oshirish kerak deb o'ylayman, chunki piyodalar bilmagan joydan o'tishi yoki yo'l chetida yurishi, ayniqsa velosiped, shunga o'xshagan ulovlar ham tartibga ham amal qilmaydi baribir. Tajribasi kamligi uchun oxirgi paytda haydovchilar soni oshib ketdi. Yo'lda deb o'ylamayman, lekin muammo yo'lda emas baribir. Odamlar o'zida. Yoshlar ko'proq asosan qattiq haydashadi. O'shanga men juda ham qarshiman. Men taksida yurishga qo'rqaman, yoshlar chunki hammasi. Ko'p haydovchilar tajribasi kamligidan deb o'ylayman. Asosan maktablarda ham boshlang'ich yo'l qoidalarini o'rgatishsa yaxshi bo'lardi. Yuqorida bildirilgan fikrlar har kimning shaxsiy kuzatuvdan kelib chiqqan holda aytildi. Orqamda ko'rib turganingiz esa muhokama qilinayotgan aynan shu mavzu. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, avariyalar va ularning sonini keskin kamaytirishga qaratilgan yig'ilish qatnashchilari. O'zbekiston Huquqni muhofaza qilish akademiyasi va yaponiyalik 6 nafar mutaxassis ishtirokida 2,5 yil mobaynida Toshkent shahrining Yunusobod va Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanlarida sinov tariqasida amalga oshirilgan loyihaning yakuniy tahlillari ijobiy baholanmoqda. Yil davomida kuzatilgan avtoavariyalar soni va oqibatini kamaytirish uchun yangi metodlar bilan tanishildi. Loyihaning qiziqarli jihatlari shundan iborat bo'ldiki, yaponiyalik hamkasblarimiz taqdim etgan metodologiya asosida avvalambor biz yo'l harakati hodisalari to'g'risida ma'lumotni to'plash usulida nafaqat rasmiy statistika, balkim fuqarolar tomonidan ayrim holatlarda yo'l harakati xizmatlariga xabar berilmagan hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'pladik. Bu uchun maxsus Telegram bot ishlab chiqilib, shu pilot joylarda biz shu ma'lumotni fuqarolar orqali to'plashni boshladik. Agar yo'l transport hodisalari piyodalar ishtirokida sodir etilayotgan bo'lsa, demak bu yerda ko'proq xabarlar yo'l harakati xavfsizligi departamentiga kelib tushadi va ro'yxatga olinadi. Biroq avtomobil bilan avtomobil to'qnashgan paytda Telegram bot orqali to'plangan ma'lumotlarga nisbatan kamroq bo'lib chiqdi. Ya'ni bu degani avtomobil bilan avtomobil to'qnashgan payt jarohat bir jiddiy shikastga olib kelmagan bo'lsa, haydovchilarimiz bu to'g'risida xabar qilmasdan, demak kelishuv asosida hal qilishga erishilgan bo'lib turgan. Lekin buning natijasida davlatimizda jami sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining soni to'g'risida bizga aniq ma'lumot, statistik yo'q. Bu degani faqat statistik yo'l bilan biz to'liq kartinani ko'rmasligimiz mumkin. Loyiha doirasida akademiyada sohaviy mutaxassislar uchun o'quv amaliy mashg'ulotlar ham tashkil etildi. Ular davomida yo'l transport hodisalarini o'rganish usullari, ma'lumotlarni tahlil qilish standartlari, xavf omillarini aniqlash hamda qabul qilinayotgan qarorlarning samaradorligini baholash masalalari amaliy misollari asosida ko'rib chiqildi. Bu kun Jasmina Jamolova, Murodjon To'ramurodov, Toshkent.